Necha qo'yi var? 20-25 yaqin qo'y. Kalıcho? Kali yo'q. Kalı yo'q. Balıcho? Kali bor. Sizning bola bormi? Ha. Yaxshi. Boyaq kim o? Tag'am. Taqingiz. Sizda nima bor? Mana qo'y kalı var. Qo'y kalı bor. Nechasi bor? Qo'ydan 15, kaldan 4 var. Xo'sh. Do'stlar, biz hozir Anvar Bo'shininki shogirdining shogirdlari bilan Tiyakan Naisninki, Shqoliyasninki qishloq kentga keldik. Mishada hamda baxmachilar bilan praktik o'quvchilarni birlikda tarbiyalashib boramiz. Textonlar bizda bo'lsin. Voy, bir ishdan kirsak bog', bu ishdan kirsak kaptaxona, bu ishdan kirsak qo'tan. Bir o'g'ir kirib qolib ezib qolgandek bu Anvar Bo'shi. Kaptan o'g'nab chiqib ketdi. Mava eg'ilgan. Qo'ydan payda o'tamizlar. Qo'ydan tug'ilgan qo'zini qata qatib o'tamiz. Ha. Satmadik. Tatmadı o? Mana alay debdi satmadik, qata qatib qiladi. Kaç pullarga alashni? 15-20 ming ko'y qo'yil debdi satmadik. Unda bo'lsa, Ha. ma qo'yniki nasli nemi qo'y? Qaysan deb Kim javob berdi? Benjan, siz ko'rib beqing. Yan. Cho'ngib ketdi. Ko'rdingizmi bo'lmiz qo'yni? Ha. Qaysi qo'y qarab turib makit qo'y dedingiz. Oo, nam qarab. Ha, ma gap bo'ldi. Ha, ma bildiki. Dolan qo'y dedinglar. Makit qo'y demanglar. Ha. Namda amaliyotda dolan deganda bu ta'rim Tarix uzun ketgan ma'lum bir odam makit qo'y devagan sababi bor uniki. Amaliyotda dolan qo'yma u. Ma qotanda qandaq ortiqchilik borki, qandaq kamchilik borligini so'zlab berganlar qani. Ha, to'g'rimi? Hava uchish yaxshi emas dedi. Ha. Nima yani simit yemasdan aylantirib suvasi yig'ilib qolibdi. Bu mesela yani yüzde simot buluş lazım mı? Ha. Ma o doğramaz. 空间不是特别大，然后饲养密度可能有点高。 Koyununki zışlığı artık demek ki. Ha. Ha, yani şu. Neymiş? Nereden? Ye, yatqaya dedim. Yat kayır nem mi? Yat kayır azrak nem ki. Ondan sonra bunun artıkçılığı neydi ki? 高度是решетка бектепалыкка 限制他们мындалыкка жөншү кылышны. Bir-birisidan yemdalaşmaydi. Yaxshi, siz bek mo'ymalqida buni bayqadingiz. Yancho. Yani şu. Qishliq mau issiq saqlash yaxshi. Saklışı yakşı. Ha. Yani şu. Go'yonlar muyon arasida. Yaxshi. Ha, mana. Ha.